Salom hammaga, sizlar bilan yana Daryo. Bugungi vlogim imtihonga tayyorlanish vlogi bo'ladi. Chunki keyingi hafta menda imtihon. O'shaning uchun xohlaymizmi, xohlamaymizmi imtihonga tayyorlanadigan vlog bo'ladi. Bu vlog orqali sizlar Koreyada studentlar qanaqa qilib imtihonga tayyorlanishini ko'rsanglar bo'ladi. Hozir soat 9da menda darsim bo'lgani uchun men darsga ketyapman. 전문 지식, 협업 능력, 문제적인 해결 능력, 네트워크가 준비된 Я так хочу спать. 예적금은 절대 하지 말고 은행에 다니시면 Даже 절대 привет. 바보들이 안 Очень хочу спать. 미국에서 이미 검증된 실리콘밸리에서 검증된 방법론이거든요. Yana bitta darsga keldim. 1,5 soat bo'ladi bu dars. 1 soat 15 minut. Uyga borib ovqatlanamiz. Men uyga keldim. Hozir endi qornim ochib ketdi. Ochib ketmadi-yu, lekin qornim ochdi. O'shaning uchun ovqat tayyorlab yeymiz. Hozir kiyimimni almashtirib olaman. Qaranglar. Bitta shilchoq qilsam kiyim almashib qoladi. Jajan! Hozir qornim juda ham och. O'shaning uchun oxirgi payt men tez pishirayotgan ovqatni birga hozir qilamiz. Juda ham oson. Ovqat emas даже. Men bu уже tovuqni уже men pishirib qo'yganman air grillda. O'shani mikrovolnovkaga qo'yib isitib olamiz. Уже sous hamma narsalarni tayyorlab qo'yganman. Chunki keyingi hafta уже imtihon bo'ladi. Imtihon paytlari men уже nima deydi, ovqat tayyorlab unaqa yura olmayman. Bu degani keyin yana ko'chada yeydi deganida ya. Ko'chada yemasligim kerak men. Shuning uchun tayyorlab qo'ydim. Bu hozir tovuqim уже oxirgisi, yana zakaz qilib yana qilib qo'yishim kerak. Birinchi bo'lib tovuqni kesib olamiz. Voy isitib olibman. Isib ketibdi. Hech qisi yo'q. Знаете что? Tovuqni men kichkina kesardim oldin, lekin hozir oddiy mana shunaqa kesib qo'yib yubormoqchiman. Qornim boya uncha ochmagan edi. Shu qo'llarimni yuvib, tayyorlanib, sochlarimni yig'ib chiqqunimcha shu qornim ochdi. Shuning uchun nima qilamiz? Tezlashamiz. Menda talentim bormi deyman ovqat pishirishga. Tabakaga o'xshaydi tamom. Короче, vроде hamma narsa tayyor, faqat bodringni aniqini kesib olaman. Shu bodring olsam, shu kesishga eringanim uchun doim yomon bo'lib qoladi. Yemayman-da, doim o'sha keyin bodring yomon bo'lib qoladi. Shuning uchun bugun unaqa qilmaymiz. Bugun kesishga erinsak ham kesamiz. Okey, men buni o'ramoqchi edim, lekin hozir o'ylab qarasam, o'rash невыгодно tushyapti. Shuning uchun o'ramaymiz. Lavash xamirini o'rashga hech ham talentim yo'q boru. Oyim shunaqa zo'r o'raydilar. Men hech ham o'rolmayman. Necha marta harakat qilgan bo'lsam, hech qachon o'xshamaydi menda. Normalniy lavash xamirini o'rash. Sousni men oxirida solaman. Sveji bo'lishi uchun birinchi buni pishirib olaman-da, keyin sousini solaman. Hozir buni yog'siz skоворodkaga qo'ydim. Просто mana shu nima deydi? Pishib olish kerak. Mana shu ichidagi sirlari erib olsa bo'ldi. Tayyor. Mana shunaqa to'rga emas, o'zi ikkita bo'ladigan bo'lsa, ikkiga bo'ldim. Ko'rinishidan unchalik shiringa o'xshamasligi mumkin, lekin juda ham mazali. Ko'rsanglar bo'ladi. Souslarini ham soldim. Bo'lmasam ovqatlanishga ketdik. Birga YouTube ko'rib ovqatlanamiz. O'zi men doim mana shu hozir ikkita qilgan bo'lsam, men bitta qilardim doim. To есть bitta yerdim faqat, lekin bugun sizlar bilan bo'lishib yeyman-da. Men hozir konkretno yotib uxlab olibman. 15 minut yotaman-da, keyin mayli 1 soat uxlab olaman. Chunki men kecha 4 soat, 3,5 soat короче bugun uxladim. Hali ham bugun kuni bilan juda ham anaqa bo'lib yurdim, uyqusirab yurdim. Chunki men kakishda kamida 7 soat, 8 soat uxlamasam, men juda ham даже 6 soat uxlab qolsam ham uyqusirab yuraman. Bugun ham juda ham uyqusirab yurganim uchun mayli ozgina dam olib qolmayman unda dedim. Qanaqa qilib 2 soat uxlab qolganimni bilmadim. Yaxshi turdim, hozir bir amallab turdim-da.
Endi men hozir uyda bo'lsam yana uxlab qolaman. O'shaning uchun kafega ketamiz birga. Get ready with me kafega. Shunaqa uyqum kelyapti. Nega kecha uxladim? O'zi doim soat 11:30da, maksimum 12da uxlab qolaman, lekin kechqurun matcha latte ichganman. Soat 9:30-10da matcha latte ichganman. Конечно, uni ichida kofein bo'lgani uchun men uxlay olmaganman. Lekin hozir ham matcha ichishga boramiz. Chunki bu safar menga ta'sir qilmaydi. Yuzim yaxshi ko'rinyaptimi yo'qmi dedim, svetni o'chirdim. Oy. Nima bor ekan shunaqa uxlaman, nima bor ekan? Yo, mayli uxlashga uxlabsan. Hachabi telefoning zaryadkaga qo'yib qo'ymaysanmi? Telefonim hozir 10% mi, 9% mi, ishqilib shunaqa 10% dan kam protsentda. Ketyapman kafega. Endi hozir borib o'qiyman. Lekin birinchi kafedan joy topish kerak, chunki hozir hamma o'qiydigan sezon keyingi hafta imtihon etganimda. O'shaning uchun joy bormi yo'qmi bilmadim, topamiz. Hozir kafega keldim. Красивый. Круто. Qo'shdan ekan. Matcha latte zakaz qildim. Telefonni zaryadga qo'ydim. Endi darsimizni qilamiz. Yana yomg'ir. Bilgandek, to есть bilgan emas. Unda zuntik olib chiqmadim, bilib. Kechqurun yomg'ir yog'adi deyishganga o'sha zuntik olib chiqdim, rostdan yomg'ir yog'di. Ужас. Qachon bu yomg'irlar to'xtaydi? Men hozir darsga kech qolyapman. Bugun vыступлением bor. Qanaqa vыступление? No, prezentatsiyam bor. O'shaning uchun ozgina tayyorlanib qolib ketibman. Kech qoldim darsga. Где-то 10 minutlik kech qoldim. Lekin hech qisi yo'q, chunki prezentatsiya darsi emas bu. O'shaning uchun endi hozir bu darsimni tugatib, keyin prezentatsiyaga boraman. Yumo challenge densiyon safatdan kontenchalar bo'lmasa, gonga stressi hesora nikimida. Men eng yaxshi ko'rgan ovqatimni yeyishga keldik. Ancha bo'ldi yemaganimga. Bugun o'rtalar bilan birga yeymiz. Men nima tugatganimni bitiramiz. Palpi o'yinini tugatganimni prezentatsiya. Kafe jonimga ketyapman. Kafe meni ikkinchi uyim, особенно imtihon payti. Prям literally ikkinchi uyim bo'lib qoladi meni. Hozir o'qishga keldim kafega. Endi o'qiyman. Bugun ham matcha bo'ldim. Hozir 1,5 soatdagi videoni qo'yishim kerak o'rtog'im bilan. Hali videoni edit qilib tugatmaganman. Bitta darsimizdan video qilishimiz kerak. Imtihon o'rniga video tayyorlash kerak. Teaser. Iman o'rtog'im bilan gaplashib teaser tayyorlashimga hozir 1 soat vaqtim qoldi. Tezgina tayyorlab tugatib olishim kerak. Уже boshlaganman, lekin tugatishim kerak. Sekto hozir o'rtog'im kelib, men ichmadigan matcha latteni esdan chiqib ketib ichgan. Mana shu yerda-yu. Shrek. Mana shu yerda o'tirgan. Вообще shirin emas bu. Shuni olibdi. Aylanib kelib matchani. Men o'zimnikini ichib oldim. Там вкусно. Arujan no dohe. Ой, shirin to'y qaranglar. Shirin mana. Это они на Хэллоуин готовятся. Когда будет Хэллоуин? 30 вроде. Октября? Да. В конце Поппи. Tugadi. O'qishim hozir soat 10 bo'ldi. Men uyga ketyapman. Judayam charchadim. Judayam. Salom hammaga. Уже keyingi kun. Men yana o'qishga ketishim kerak. Hozir tayyorlanib bo'ldim. Narsalarimni oldim. Endi bugun kafega emas,
bugun universitetimda kampusidagi lounjga borib o'qiymiz. Chunki kecha ham lounjga borib o'qidim, lekin buni videoga ola olmadim. Menga yoqdi lounjda o'qish ko'proq. O'shaning uchun lounjga borib bugun o'qiymiz. Kebab yeyishga keldim. Pizza ham yeb ko'ramiz. Halol pizza. Halol kebab. Salom hammaga. Biz hozir imtihondan chiqdik. No, javoblarini hali bilmaymiz, no примерно bilamiz. Nima bo'lish? Примерно знаем, что будет. Так что, да. Bugun ertalabdan video olmoqchi edim, lekin ertalab esimdan chiqib ketibdi. Esimga kelganida esa men уже imtihonga tayyorlanayotgandim, chunki kecha yaxshi tayyorlanmagandim. O'shaning uchun video olib o'tirishga vaqtim bo'lmadi. Kechirasizlar. Shuning uchun hozir imtihondan chiqdik, endi uyga ketamiz. Outfit check. Ko'rinmayaptimi? Outfit check. Friend check. Bestie check. Bestie check. Men uyga keldim, kiyimlarimni almashtirdim. Ovqatlangim umuman kelgani yo'q. Umuman ovqatlangim kelmadi. Короче, вообще ovqatlangim kelmadi. Bilaman, что undan keyin hozir ovqatlamasam, уже keyin hech qanaqasiga shansim bo'lmaydi ovqatlanishga. Po planu hozircha balki bo'lar, lekin po planu bo'lmaydi, chunki hozir syomkaga borishimiz kerak. Keyin u yoqdan уже syomkadan chiqib, to'g'ri voleybolga boraman. O'shaning uchun bilmadim, bo'lmaydi deb o'ylayapman, chunki soat 1 dan 6 gacha syomka, 6 dan keyin, как раз 6 dan soat 10 gacha voleybol bo'ladi. Shuning uchun I don't think that I'm gonna make it, but lekin ovqatlangim kelmadi, to'g'risini aytsam. Mana shu 2 kundan beri kecha bugun imtihonlarda menimcha slishkom ko'p stress olganim uchun hech narsa qilgim kelmayapti, hech kim bilan gaplashgim ham kelmayapti, imtihonlarga tayyorlangim ham kelmayapti. Уже, конечно, xudoga shukr tugatib oldim-u. No, masalan, bugungi imtihonga ham kecha normalniy tayyorlana olmadim. Tayyorlandim-u, lekin nima deydi, tayyorlangandek bo'lmadim. O'shaning uchun, prinsipi, bugun ham hech narsa qilgim kelmayapti. Hech joyga borgim ham kelmayapti, shu syomkaga ham borgim kelmayapti, lekin borishga majburman, borishim kerak, mensiz bo'lmaydi. O'shaning uchun endi hozir zo'rg'a уже kiyimimdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Umuman normal kiyinganim ham yo'q, просто serый ishton bilan serый ustimga narsa kiyib oldim. Ichimdan mana shu voleybolimnikini просто kiyib oldim. Voleybolimni futbolkasini, чтобы keyin almashtirib o'tirmaslik uchun kiyimimni. Shunchalik farqi yo'q menga уже, shunchalik farqi yo'q. O'shaning uchun endi xohlasam, xohlamasam hozir soat 1 da ko'rishamiz deganmiz. Уже uydan chiqib ketishim kerak. No, надеюсь, balki ko'chaga chiqqanimdan keyin, ko'chaga chiqqanimdan keyin emas, o'sha o'rtalarim bilan gaplashib, u bu qilib, shu balki syomkalar jarayonida yana o'zimga kelib qolarman, chunki ko'pincha syomka jarayonida o'zimga sal kelaman, lekin har doim emas. Так что ko'ramiz. Nima bo'ladi? 얼굴이 보이는 게 좋을까? 좋다. 오케이 그런 느낌으로 이런 느낌으로? 좋은데요, 좋은데요? 쉽죠. 뭔가 버텨볼게요. 네, 이거 하고 나서 딱 결과가 나온 거야. 야, 어. 그렇게 보세요. 네. 1000만 원 있다가 1000만 원 막 다 사라져 버렸어. 진짜 돌려줄게. 진짜야. 진짜야. 뭔데요? 비지마. 네? 근데 이런 식으로 이민현 전화해보니까 오늘 축소 운영이라고 1시 반까지 반납했어야 됐어. 그래서 반납하고 왔어 나 그래서. 그래서 못 쓰는 거야 지금. 그런 적 없어. 예. 사다주 다시 이루어줘. 다시입니다. 가려버리면 안 되니까요. 안 되죠. 그쵸? 여기 가자. 이거 지금 뭐 만들 거야? 이거 그냥 위치 잘 기억하시고. 있는 게 좋고 없는 게 좋고. 이렇게 여기서는 그래도 조금 잘라도 될 것 같아. 근데 여기서는 약간 기술적 이슈. 네. 그렇게 될 것 같아. 손 이렇게 하는 게 나을 것 같아. 네. 그렇게 표현이 잘 되네.
사파리로 갈까요? 481. 네. 카메라 롤 씬 4-8-1 레디 액션. 계속 찍으면 되니까. 저기까지. 그냥 알아서 해. 어떻게 숨소리가 달라지지? 저 약간 혹시 돈 잃어본 적 있어? 없어. 그럼 지금 저한테 좀 보여주실래요? 인당 10만 원씩 보내주시면 안 보인다. 좀 너무 밝다. 4-6-1 레디 액션. 4, 3, 2, 1. 오케이. 굿. 그거 쓰고 그거 쓰고 다른 모드. 도 5, 4, 3, 2, 1. 컷. 좋아요. 아 좋은데. 좋아. 잘하는데. 그냥 끊기거든. 이건 좀 어색하네. 로그인. Together. Mana ishim tugadi. 클라이언트 화면 이런 Endi. 거라고 지금 나오나? Faqat boshqalarni nima 뭔 qilib, 말하는지 알지? keyin voleybolga ketamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Videoga ko'rganda nima deb o'ylaysizlar? Yaxshi 라이브 qildimmi 하는 사람 yo'qmi? 들어가면 Lekin chetdagilar juda ham yaxshi qilding deyishdi. Как ты думаешь, я хорошо справилась? Что, откисая? 물어봐야 되죠. 좋아요? 괜찮았어요? 좋죠. 감사합니다. Я очень проголодалась. Я сегодня что кушала? 지금 Только 여기 안 시끄러워서 여기? протеин шейк купила. И все. Я ничего не кушала. А сейчас время 내가 시끄럽게 안 나가지고 3 часа. 야 조용하게 Я очень-очень голодна. Но у нас всем 여기서 6. 파트가 Так 너가 что я не 밖에서 знаю, что 들어와서 со мной случится 앉는 до 장면이야. 6. А потом я Мне еще на кажется, волейбол. 근데 좀 быстрее закончишь. 형 그냥 Думаешь? 하고 있는 걸로 За 할까? 3 часа мы закончили 좋은데? двоих. 그게 나을 것 같은데. То есть еще двое остались. Это тоже как раз 3 часа, нет? 좀 이렇게 찍을 거야 여기서? У них чуть полегче просто. 너무 5번 정도? 오버절도. 너무 뒷면 Что рассчитываешь на ужин? На ужин? Я ужин скорее не буду сегодня кушать. Так как до ундонга я не могу ничего кушать. 너를 존나 운동을 못해 좀 근데 어제 스토리 올리는 거 보니까 밥을 진짜 롤 존나 했던데. Я честно. 친구인데? Смотрите, 야, Тайна. 난 진짜 너희들한테 너무 미안한 게 Видно? 너희들이 스토리 잘안 봐. 뭐 돼? 난 그냥 넌 근데 너무 나는 미안해. 형 보라고 Я 그랬어. этим снималась. 나는 Настолько мне 연락을 было 나도 사실 형이 пофиг на эту съемку. 스토리 Я просто за своей формой пришла 그래서 형이 안 и 보는 начала 거야 снимать. 난 남자들 다 숨겼어. Просто вот так вот закрыла и 착각하지 снимала. 말라고 Если 아니, выйдет 내가 видео, 아무래도 그 미코스의 형인데 может быть, я вам покажу потом. 에이 아니지. 우리 형은 안중형이라 올릴까 말까? 난 우리 준. 말자. 이준 말자. 뭐야, 그 정도였어? 아, 진짜 속상하네. 아니 나는 천원 준. 천원준 아니, 인정이 좋다고 깜빡형. 생각했는데 아니군요. 크레미 받자. 그러다 박힌다. 네, 알겠습니다. 크레미는 그건가? 그래미 노래? 노빌. 김영수 노벨상? 작은 거밥 먹을 때. 미쳤어. 아니, 운동 그 먹고. 정도면 왜? 노벨상은 안된 거 없어, 이 좋아요 운동 갈 세상에서. 거임? 다들 갔다 오? 안 갔다 너무 와? 단호해. 갈 나, 거임? 나 어제 연장 신청 가야지 뭐. 그래. 정지함 헬스장. Qornim вообще ochib ketdi o'shaning uchun ko'chadan pitsa olib keldim. Hozir shuni yeb trenirovkaga ketaman. Ovqat yeyishga vaqtim bo'lmaydi deyotgandim. Aytgancha ovqat yeyishga yana 1,5 soat vaqtim qoldi. Oh yeah. Короче, bu mani молодец degan nima edi? Короче, мой комплимент самой себе, подарок, sovg'a o'zimga o'zimda. Bugun nimamiz bo'lishi kerak edi? Nima edi? Voleybol bo'lishi kerak edi. Lekin atmen bo'ldi. O'shaning uchun uyga ketyapman.